o'zimga hamroh qildim. Ochil jismimda ishonch nuri ichildirulsin. Ochil chosh asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organ miyi chosh so'pillari. Yaxshi. Moridin chiqsam g'ayriy turibdi. Voy, balam nim qildingiz o, Rana? Kechiring. Voy, nima ish qilyapsiz? Kechiring, tog'a. Kechiring. Hech gap yo'q. Qo'lingiz ko'ymagan-da? Yo'q. Ha, hech gap yo'q balam. O'tir. Ozroq qo'ydi, ammo butun tugutibdi. Parvar. Sening yuzlaring ishib qolganda ko'rindi-ku. Tuniyanki achchiq yanmagan chiray. Ha, balam. Tunugunki deganman, mundaq chaqchaq qilib qo'ygan gap. Ha. Mundaqlı tashlab qo'ygan bir tal toshmichu ko'lning yuzini chalg'ita olaydi. Hammam gap qistadimi men bilan? Tunugunki gap xafa bo'lib yurmay, ukam. Mard bo'laman-da. Qandoq qilaman? Men shu nomardkanman. Kechirgin. Degandan nashtida xafalik qilishmayli bo'ldi. Men shundaqkanman. Qandoq qilatdim? Voy hamma. Ha, nima? Voy hamma bo'ldi qila, xapomig'ina. Xap bo'laversa, men nonni gelimizdan o'tmaydi ekan. Choyim o'tmaydi ekan. Voy, sizlar qachon bir mening xapog'ini bilan hisoblashib baqqan? Bo'ldi. Ukam tunugun mendan o'tibdi. Haqiqatan mendan o'tibdi. Buningdan keyin unda xafa qilmayman. Ma'qulmi? Voy, endi men yaxshi ko'nglim bilan gap qilsam, voy, shu shundaqmi voqiramsan? Voy, mening ko'nglimga keldi-ekan. Shu. Amiz qanday qilsam ko'nglimni ola olaman endi. Voy, bo'ldi. Tamoq yanglar? Ammo bu choy yana tuzli qo'yib qopti. Ishmayapsan. Voy. Amma? Amma. Bir gap qilmasang bo'lmamdi Jasur. Shundaymi aka, nima qilading tuzliq deb? Yana xafa qilib qo'yding-da balam. Tuzliq qo'yib qolgandan keyin tuzliq dedim shu. Dada, sen aytgan choy ichma. Sen bek tuzliq yesang salomatligingiz ziyonliq. Singlim, dadamga qaynoq suv chiqib berma. Akangni bu. Do'st tog'a, men qaynoq suv chiqay, birdam saqlab turing, ha. Shundaqmi? Apangiz shundaq demda? Opamchu qiyirg'onni sal ko't-ko't bo'lib qapti. Balkim qiyirg'indan mijoz o'zgarib qolgan bo'lishi mumkin. Tog'a, sen ko'nglingga olmay, opamga ko'proq ko'ngil bo'lib qo'ya. Bildim. Xotirjam bo'ling, ha? Voy, aka. Achchig'ing yanmabdi-a? Voy, yaqay aka. Naqshanlab o'tladim. Meni kechirib ayt, ukam. Aka, kechirgidek nimasi va? Menga chin ko'nglimda xapomisan. Xapolmagan bo'lsam bo'ldi. Xotirjam bo'ldim. Ha, Parvar. Kichik vaqtda naqsh etish qajab omraqding, ha? Esimda bormi o'sha ishlar? Esimda bo'lmamdigan. Lekin u chaqlar kelmasga ketdi degina aka. Men mush oilamiz bo'yicha ashundaq faoliyatdan birini o'rinlashtiraymikin deyapman. Faoliyat? Bu faoliyatni boshdan oxir o'zing bosh qilgin. Voy, nima? Nim deysa? Dadam kelish shartini 6-sini bekitibdimi? Of, dadam yana bekor bo'lib qopti-da. Ma'qul. Voyja. Voy, hadi.
Altıncı türlü mü ki? Ko'rsatma bermamdiki? Dadam o'zi kesh deydi-ki. Undaqda keshda uyda ko'rishaylik. Ma'qul acha, ma'qul. Ma'qul. Xo'sh. Yana qanday qiziq ishlar bo'ladi? Yen nima beyman orzudu ha? Jip zerikdim. Nima? Nima ishlayman? Tağamның do'konida-chu. Sizning shundoq arzuyingiz bordi-ku. Bu Nima tuyuqsiz bundoq deb qoldingiz-ku? Shu qarsam yaqindan beri tağamның salomatligi sal yaxshi emas. O'tgan bir qitim yiqilib ketdi-ku. Taxi kaltakuz saqayib bo'lmabdi. Yana qarsam sal yerib qopdi tağam. Siz yordamlashing-a? Shundoqmi? Dada? Qarang. Mush fursatdan foydalanib, tağamga yordamlashgach, texnikangizni taxim yaxshilab, keyinchi tağamning kasbiga varislik qilamiz taxi. Varis qilak nemisi bor? Bir so'qmoq do'koni o'sha. Qaysar aka, sizning burundan tatib tağamning kasbiga varislik qilish orzuyingiz bordi-ku. Bo'lishib beqing-a? Şuraya da. Bir otur. Bunu kim ala? Butonun üstüne al. Ha. Götür ala. Götür. Hazır gibi. Olamaz tabii. Nasıl be? Ben içeri girip çıkayım. Ciddileşme Tola. Hazır mı Tugay? Alışat. Tekşürüşler tüyüdü mü yeni bağımlı? Yani birleştirdik tekşürüşler. Sebep de boylap geldi. Avval umumiyizlik bir tekşürüş kılıp anlamda nersi işimiz. Lekin bu yerda nasıl işleyenin pek yaxşı oldu. Amsa men menga yuray. Ana kechda o'tib ko'rishaylik. Bo'ldi. Chiroy men sizdan chiqib qo'yay. Apam uni yana ayblayotganmidi? Kimni deyapsiz? Jasur. Men shu opam sizni yana ayblayotganmidi deb ansirab kelgandim. Qandoq deysiz? Uyga qarsam opam yo'q. Men de sizning qishingiz ketgan o'xshaydi deb ansirab. Yaqin unda ish yo'q.
Siz de hiç benden kapma. Xap bo'lsam qanday qilardim? Men xap bo'lsam mayli. Biroq men boshqalarning sizdan xap bo'lishini xohlamayman-da. Dadamning qiyshiq bor odam bilan ko'rishmay qaytibsiz. Shuncha bo'lsam kam bo'lsin. Kechiring. Menni izlayman sizni. Menni telefon qilaman. Siz-chu parvom qilmaysiz. Bir kun kechkish boshqa ishlarga boshqa turib, xiyolingizga kirib chiqmayman siz. Kapma oldu. Yakında yasal aldıraş olup karımı bulamadı. Kapma ha? Pek estes, üç oldum sizga. Tövbe Sara. Başta gülüp dursan şunu çırağını korkuttu ekansiz. Cesur doktor. Bana hazır. Berna, siz dadamlığına bağış duramsınız. Birden saqlab turay bilil qaytmamdı. Ben sen keş kaldığına okşayım. Yapamız işxanam kirib duramsız ya. Bo'lsa. Amis men uy berib tamoq etib sizni saqlab turay ya. Hem akıl. Çırağını geçir koy. Hoş Berna. İşini çıktınız? Siz-chi ishingiz tugab qoldimi? Ha. Bilmadim-da. Bo'ldi, sizni avar qilmay. Dadam bugun kelish turini e'lon qildi. Shunga amiz meni saqlab o'tirdi. Baldiroq baray. Yana nima kelishing u? Bilmadim. Dadam yana nimalarni o'ylab chiqdi ekan. Jurum sizlab bersam bo'ldi. Bo'ldi, dadam sizni ko'rib endi tarbiya qilg'iz kelib ketmisin. Dadangizning tarbiyasini anglamag'ili xil bo'lib qoldi. Seg'inibmi qoldim. Bo'ldi, tarbiyani buguncha men olay. Bo'pti. Ma'qul. Yo'l diqqat qiling hamsa. Kechiring, men uyga chiqayotgandim. Dilkanning sizlarga bo'lgan sovg'isi oshkorlandi. Bu ota-onalarimizga qilingan yaxshi sovg'a. Nobeyjinning yangi bir avlod mahsuloti Dilkan Nobeyjin. Ota-onalarimizning sog'lomligi uchun cheksiz muhabbatga to'yingan ko'nglingizni Dilkan Nobeyjin orqali ifodalang. Dilkan Nobeyjin Xinjiangning har qaysi joylaridan vakolatchi qabul qildi. Dilkan Nobeyjin. Qalğaç markalık sopun paraşogi vətən erkin çıxırdı. Vay neminang? Kırnan. Qalğaç markalık sopun paraşogi. Qaysar bo'lasiz. Mana keldim. Rana yo'qmi? Rana boy ketgandi. Aka, Rana'dan boshqa hammamiz taqib o'tdik. Amisi boshlayli. Hozir Parvar hammanglar menga vakolatan sizlar bilan bo'lgan kelishimnomamning 6-turini e'lon qildi. Parvar. Ma'qul. Amis diqqatinglar menda bo'lsin. Menchu akamga vakolatan Xislat, Jasur, Qaysar. Sizlar bilan akam o'tirishga 6-qitimliq kelishim nomining turlarini sizlarga jakalayman. Voy aman, naq gapni degina. Rost. Ammo yana biz sizlarga pul bergan shart emas-ku, ha? Yo'q,
Bulan verdi Parvar. Bu qıtımqı 6-cı turdaki kelişim namının məzmunu olsa, sizlər hər bu kelişim namının Bir diqqatim basıp bombam deyme. Resivitke bakatma. Kima? Yaxshimisiz? Sapamda. Kimga? Ochamning direktorga. Nima? Direktor. Acha. Nima direktor? Nima? Qaysi direktor? Ada kim o direktor degan? O'sha bizning direktor boshliq. Ko'pchilik qanday qilamiz? O'lik taklif qilamdiq-ya, bomba salab turibsiz, to'g'rimmi? Taklif qilamdiq yoki qaytarib yetib turamdiq. Buning xislat o'zi bir nima desam? Sen saqlab tur, ha? saqlamdiq ya. Saqlaymiz. Saqlaydı ekanmiz. Saqladik. Direktor, buncha kechdi gapsiz bir ishimiz bormi? Boshqa ish yo'q. Sizni ko'ngil kelgan. Jurma. Voy, nega? Bu yerga kelgan ekan, dadingiz bilan ko'rishib qo'yaman. Uy kiramsan? Voy, to'chiqchoq qilma, direktor imdoq qilsiz. Bo'lmamda. Biz sal aldirash uyda oila yig'ini cho'tatdik. Oila yig'ini? Bundoqda texim kirib. Voy, to'g'ri cho'qchoq qilma. Nima bo'ldi? Qaysi salohiyat bilan kirib qatnasiz? Kuyovlik salohiyati bilan kirsam bo'lar? Bo'ldi, endi chaqchiqimiz beklam eshib ketdi. Bo'ldi. O'zimizning gapga kelaylik. Siz Shanxay barlashini deb menga demaysiz. Men shuncha ishansizmi? Unda emas. Ya Shanxay barlashini tanlang ya meni tanlang. Aşkı astoydil ma'mul qil. Mush kechida mushni deyilganmidingiz? Erta deysakmi bo'ladi-ku. Men kecha hech qanday uxlaymaydi deysak, bugun deyishitili bu gapni. Undaqda qahvaxonaga kirib qahva ichga saqlab turing. Men oila yig'inidan chiqib saqlashingizga baray. Navoda oldirsangiz ketaversangiz bo'ladi. Bo'ldi. Men qahvaxonada siz kelgich saqlab turay. Shet ko'rishaylik. Bo'ldi, kirib ketaverim. Nima ajab bir qo'pol ma'mul qilamidimi? Qahvaxonada ishda. Kechiring, saqlab qo'ydim. Direktorun ketdimi? Ha, ketdi. Mush kechida kelib to'xtamay qo'ng'iroq basqidek jiddiy ishi bormi aka? Qani, Parvar. Yig'inimizni biz davomlashtirdik, ha? Shu yig'inning kun tartibi bo'yicha akamning 6-chi qatimliq kelishim nomasining mazmunini men e'lon qilaman. Bu kelishim nomining mazmuni bo'lsa, bu qatim biz hammamiz oila bo'yicha naqsh aytish musobaqasi o'tkazamiz. Nima? Naqsh musobaqasi? Naqsh musobaqasi? Uni o'tkazib nech qilamiz? Naqsh musobaqasi o'tkazib shu naqsh musobaqasi o'tkazamiz. Birga o'ynaymiz, birga kulamiz.
Vay ya, bu neymiş ki deptimen? Nakşi tıkaşmıdı? Vay, ona neymi kızık olsun? ish qilib uchanglar sahnaga chiqib biz uchun naqsh etib bersizlar. Nima? Voyjon, amni qilmagan shu ish qoldimi dada, jepkansa. Voy, sahneye chiqib naqsh et deb qo'ygan. Biz ya naqshchi olmasak, nadik sahneye chiqib naqsh etamiz dada. Naqshchi olmasak naqsh etmamdoq. Sahna degan jiq. Sahna tepishni sizlarga topshirma. Ha, bir oylik ishları bir yerga jam bo'lib, naqsh etib, usul o'ynab, ko'nglashsak, nari yomon. Men texi parvarlar ishkimizmi, naqsh etimizmi deb o'ylayapman. Nimanda yaxshi, shinaqlayli dada. Yaxshi. Tağa, opam naqsh etam damsa? Aytidi. Mo'minmi aytidi? Voyay. Voyay. Voyay deb ketdingizmi balam? Nimaga voyay? Qonunda yosh bolalar o'ynasin, cho'nglar o'ynamasin deb yezibdimi? Bizmi yosh bo'lib baqqan? Men yosh vaqtimda xalqlarning ko'zidan o't chiqarib o'tdim. Dada, esqamidingmi? U vaqtlaring kemas ketdi. Shundaymi? Ish qilib, men orzuyimni o'tirg'a qo'ydim. O'rinlash-o'rinlamaslik sizlarning ixtiyoringlar. Agar pul ketsa, mana men bor. Yig'in mishagichi bo'lsin. Parvar. Ha, amizchi, yig'in bugun mishat oxirlashdi. Jon, voy dada. Dada. Dadam nimanda yaxshi? Albatta. Toqqanlashmagan. Dadam nim bo'lganda? Nimanda tuyuqsiz ne? Bimen arzulan deb. Dadam saqtu ha? Shundaymi? Tog'amning bu nim qilgandi? Balkim naqshet qiz kelib qolgandi. Shu. Naqshis kelib qolgandi. Ey, mushum arzu bo'ldimi? Nimandaq? Nimda jiq kelib qilsa, ma'qulsan tugimidimi? Uy. Jasur, sen de özgürüş bekçongu. Ejbo Saraslan, sahne chiqib naqsh etamsa? Boshqa amaling bormi? Biz uchimiz cho'qim dadam deganni qilishimiz kerak. Shu chaqdam arizam to'laydigan haq yo'q bo'ladi, tushundingmi? Aka, demak qo oson. Lekin naqsh etish emas, biroq etim bir qingishib boqmagan bo'lsam men. Qanday qilmaysan, bir amal qilamiz. Dadam o'z amal tepinglar dedi-ku, shundaymi? Amsa shundaq bo'lsin edi. Ajab buldum vay, ajab buldum ey. Yenge, akam doğru hata yapıldı mı ya? Shundaymi? Bu Jasur bugun g'alitil bo'lib qopdi-ku. Shunday yaxshi. Voy, yaxshi deb qo'ying. Yaxshi kafqa. Yaxshi bak. Dada, ahvoling yaxshimi? Yaxshi, mana qarmamsa, yaxshi turgandim. Hayot deganlikka doktorxona bir qatim borgan. Men o'rlashtirib qo'ydim. Agar bormasang, men va'dam turmayman. Hammalarga davitim. Seni qaytadan davo qilamiz. Nimanda qildigansa balam. Bas, kela. Qon bosimini bir o'lchab qo'y. Ma'qul. Normal ki. Tinimsiz hayotda arzu armonlarimizni qo'g'lab, shiraqlarga ketib qoladi ekanmiz. Ammo o'tmishdagi tatli his tuyg'ularimiz hamon tonish bir sezimning g'idiqlishi bilan xiyol kechmishlarimizni sipab o'tib ketadi ekan. Bolalikdagi ashu chaqlarni eslaganimda mehribon onamning mehrli simosini qavatli seg'inib ketaman. Onam boyliqim ham borliqim. Ata-ana keldim. Qizim, keldingizmi? Huzur to'gi suti atgancha yedingdan onamning mehrli hidini topaman. Huzur to'gi suti atgancha